Dadam vafot etgan vaqtda cherkovda bo'lgandim. Bu yomon ishlarni qilganimdan keyin xristian cherkovida men u ishlarni yomon deb aytdim. Bular uchun tavba qilishga harakat qildim va bilasizmi? Ey Xudo, menga yordam ber. Meni shunday vaziyatga qo'yginki, men bundan qutulib yaxshi yo'lga o'ta olay va men tavba qilishga va xatolarimni tan olishga harakat qildim. Men tavba qilish uchun bordim va yonimda turgan qutidagi bir odamga iqrorlarimni aytdim va men bu to'g'ri emas deb o'yladim. Ha, bu to'g'ri emas edi. Xudo meni kechirganini his qilmadim. Xudo mening ibodatlarimga javob berganini his qilmadim. Men shahodat keltirganimda esa ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Bilasizmi? Men kechirilganimni va o'zimni yangi tug'ilgandek his qildim. Men yangi tug'ilgan go'dakdek xursand bo'ldim. Va men cheksiz sevgini his qildim va birodarlarim kelib meni bag'riga bosishdi. Lekin eng muhimi, o'zimni kechirilganini his qildim. Va bu men izlayotgan narsa edi. O'tmishim ortda qolib meni qiynoqqa solmaydigan